Assalomu alaykum, hurmatli qarindoshlar. Golland tili grammatikasi darsimizga xush keldinglar. Biz bugun jumla bobimizningki ikkinchi qismiy savol jumlalarni tanishib chiqamiz. Ya'ni biz o'tgan soatlik darsimizda shu jumlani tanishtirib, jumlaga doir bu darslarimizning taxminan 8-9 qism, 10 qismdan tarkib topadiganligini degandik. Bugun ikkinchi qismiy savol jumla. Yani o'tgan soatda biz cümlenin hukmi, yani cümle degan nima, cümlenin ma'nisiga asosan turlaridan oddiy jumla, bosh jumla, biqindi jumla, qo'shma jumla, savol jumla, buyruq jumla, undash jumlalarni qisqacha tanishib o'tgandik. Endi bugungi darsimizda asosliq savol jumla, yani savol jumla degan nima, uni qandoq yasaymiz, shu to'g'risida tanishib o'tamiz. Yani savol jumla ismidan chiqib turadi. Yani muayyan şey yoki ish harakat haqidagi o'y fikrini savol shaklida ifodalaydigan jumla shakli savol jumla deb ataladi. Yani masalan biz birasininki ma'lum bir ish harakatga, ma'lum bir fikrga nisbatan ko'z qarashini bilmoqchi bo'lsak, shu savol jumla shaklini so'rash orqali uning fikrini yoki ko'z qarashini bilishga tirishsak bo'ldi. Yani golland tilida savol jumla ikki cho'ng turga bo'lindi. Birisi open frag, yani ochiq savol jumla, yana birisi geschloten frag, yani yepiq savol jumla. Yani ochiq savol jumla degan vaqtimizda ismidan chiqib turadi. Kishilarning o'y fikrini, bir ish harakatining jarayonini aniq va aynan bilish maqsadida aytilgan savol jumla shakli bo'ldi. Yana bu masalan biz qarshi tarafninki bir ish harakatga, bir ko'z qarash qo'ygan fikrni aniq, aynanroq bilmoqchi bo'lsak, shu ochiq savol jumla, ochiq savol so'rash shakli orqali savol so'rasak bo'ldi. Şun bu ochiq savol jumlalarda bu turdagi jumlalarga odatda ha yoki yo'q bilan javob bergil bo'lmaydi. Chunki bir narsaga bo'lgan fikrimizni ha yoki yo'q bilan ifodalay bo'lmaydi emasmi? Ondan golland tilida bu ochiq savol jumla shaklini qandoq ifodalaymiz degan vaqtda savol almashlarini va savol ravishlarini ishlatish orqali biz shu ochiq savol jumlani ifodalaymiz. Yani biz bu savol almashlarni maxsus almash babini so'zlagandimi ma'nilarini so'zlagan bu yerda qisqacha misollar bilan tanishtirib o'tamiz. Yani golland tilida savol almashlardan 6 cho'ng savol almash bor. Yani bu yoki 6V deb ifodalanadi. Hammasi V harfi bilan boshlangan. Yani ekran qarasanglar, mana what, we, var, wanneer, welke, warum, yani nima, kim, qayer, qachon, qaysi, nimishqa degandek. Yani buna misol versak, masalan, we ben yay, yani siz kim o? Biz bununla iliqi ha yoki yo'q deb javob beramaymiz-ku, lekin siz kim o degankin men palani deb deyishimiz kerakda. Mesela ik bin tumaris, yani men tumaris, yani bu iliqi qarshi tarafning ismini bilish uchun so'ralgan savol. Yoki what is your name? Sizning ismingiz nima? Yoki my name is tumaris. Var kom je vandaan? Qayerdan keldingiz? Ik kom uit Urumqi. Waarom ben je zo laat gekomen? Siz nimishqa bundoq kech keldingiz? Omdat ik moest werken. Xizmat ishlaganligim uchun. Wanneer ga je naar Amsterdam? Amsterdamga qachon borasiz? Ik ga morgen, e'tiborman. Welke dag heb jij les? Qaysi kun darsingiz bor? O'qimandaq, dushanba kuni. Yani qisqasi sizlar ko'rgandek bu turdagi ochiq savol jumlalarga unda ha yoki yo'q deb javob bergil bo'lmaydi-ku. Buningga cho'qim shu berilgan savolga asosan bir mos holda javoblarni berishimiz kerak. Ondan yana ochiq savol jumla shaklida so'rag'ili bo'ladigan ikkinchi xil savol ravishlari, masalan var an, vardur, varfan, hufil degandek. Masalan, var an zag je dat hij het zou halen. Yani siz uni nimaga asosan o'talay deb qaraysiz. Waardoor is je laptop kapot gegaan? Yani qo'l kompyuter nima sababdan buzilib qoldi? Waarvan zijn wij gemaakt? Biz nimadan yasalgan? Hoeveel voorbeelden hebben jullie bedacht? Qanchalik misollarni o'ylab chiqdinglar? Yani bu savol ravishlari, yani bu savol almashlar orqali va yoki savol ravishlari orqali ochiq savol cümle shaklini yasaymiz. Bu ochiq savol jumla shaklida biz ha yoki yo'q deb javob bermaymiz. Cho'qim shu savolga masalda uzunroq javoblarni berishimiz kerak. Shu bu xil savol jumla shakli agar biz qarshi tarafninki ma'lum bir ish to'g'risida fikrini, ko'z qarashini aniq bilmoqchi bo'lsak, mushta shaklda so'rasak,
u chaqda yaxshi javob ola olamiz. Ya'ni bu jumla bu savol cümlemi hamda bulapmı mesela saqçılar və ya ki doktorlarımca qo'llanıldı. Yani qarşı tərəfdən bulapmı saqçılar. Yani qanda sual so'rash orqali biz qarşı tərəfning fikrini bila olamiz. Bulapmı saqçılar so'roq qilgan vaqtida har xil mushta sual so'rash shakllarini qo'llanish orqali jinoyatchidan va yoki gumondordan o'zi to'g'ri bo'lgan javobga erishishni qo'llandi. Qisqasi bu sual so'rashmi bir xil texnika talab qiladigan bir ish. Endi keyingisi kelsak, endi ikkinchisi xisloten fraxsin, ya'ni yipiq shakldagi savol jumla. Yani ismidan chiqib turdi yipiq. Yani yipitilgan, taqalgan degandekchu. Bu xildagi savol jumlaning eng chong bir alohidaligi, bu xildagi savol jumlaga biz faqat ha yoki yo'q deb javob bera olamiz. Yani unda uzun javob berishimizning hojati yo'q. Masalan, wilt u koffie? Qahva içemsiz? Bunun ya yoki ney, ha yoki yo'q deb javob bersak bo'ldi. Haya narsa xultu, maktabga boramsiz? Ken ya hem uni tanımsiz? Ihr habt in eigen bedrijf toch? O'zingizning bir shirkatingiz borku. Yani bu bir xil gumani xarakterdagi shirkati bor deb o'yildi, lekin aniq jazm qilinmaydi. Shunga shirkatingiz borku. And wilt you coffee, tea of limonade? Qahva, çay içemsiz yoki limon suyimi? Endi bu yilqi tanlash xarakterdagi savol jumla. Ga je naar de stad of blijf je thuis? Shahar kiramsiz yoki uyda qolamsiz? Bu men tanlash xarakterdagi savol jumla. Yani bunda savol jumla sizlar ko'rgandek, bunda savol jumlaning bir cho'ng alohidaligi xabar eng boshda keldi. Bunda savol yipiq shakldagi savol jumlalarda ham xabar agarda jumlaning egisi siz bo'lsa, u chaqda bunda savol jumlalarninki xabarda ilk shakli qo'llandi. Masalan, haya narsuxul. Aslında normalda biz bu cümleni normal addi cümle, bayan cümle şeklinde ifadelagan bo'lsak, ye xat narsuxul deydik. Lekin savol jumlaga aylanadigan vaqtda haya narsuxul deb, ya'ni savol jumlada ilk form men shakli qo'llandi. Lekin ü bilan ya uyda unda bo'lmaydi. Masalan, wilt u coffee? Çünkü normalda bu üsel bir alaydırak ahval. Çünkü ma buyruq cümledimi, bu to'g'risida chiqdi qoida. Yani bu qoidaga bo'ysunmaydigan alaydırak ahval. Yani uyni ishlatgan vaqtda har doim unda ilk shaklda so'ramaymiz. Shunga wilt u coffee? Wilt you narsuxulxon? Maktabga borishni xohlamsiz? Lekin yadi degan vaqtda u chaqda ha ya deb, ya'ni ilk shaklda keldi. Ondan bu turdagi yipiq shakldagi savol jumlalarda xabar eng boshda keladi. Yani biz o'tgan soatlik darsimizda normalda oddiy jumlada yoki bosh jumlada xabar ikkinchi o'rinda keldi degandik. Lekin yipiq shakldagi savol jumlada xabar eng boshqa keladi. Ondan shu yipiq shakldagi savol jumlada biz ha yoki yo'q deb javob bersak bo'ladi. Yani qisqasi bizning savol jumla to'g'risida so'zlaydiganimiz mushunchalik. Bizning Uyg'ur tilimizda buningdan sal ko'proq turlari bor. Masalan, bizning Uyg'ur tilimizda gumani savol jumla, yani qayturma shaklidagi savol jumla, ondan his hayajonliq savol jumla, masalan, she'rlarda uchraydi. Lekin qo'llanildimi mushta shakllar bor, lekin bu rasmiy hamda bu savol his hayajonliq, qayturma shaklidagi savol jumlalar maxsus qo'llanilni kasb qilib tanlaganlar uchun şu vaqtda tafsiliy o'rganisizlar. Chunki hozirgi vaqtda mushu yetarli bo'lganligi uchun ham bek ta'sis qildirib kallanglarni qaymoq turib qo'yishni xohlamaganligimiz uchun unchalik tafsiliy so'zlab ketmadik. Yani asosliq shu savol jumla degan vaqtda mush ochiq savol jumlalar, yipiq savol jumlani ikkisini farqlantirishni bilib olsanglar, qanday tuzishni bilib olsanglar, shu yetarli. Ma'qullansa keyingi qitimliq darsimizda ko'rishaylik, omon bo'lgaysizlar.